Assalomu alaykum. Bugun mavjuda opamiz kelgan, O'zbekistondan katib ko'ringani kelgani va buning sababi nima? Buni birinchi bilish kerak. Mavjuda opa Andijon shahridan Hindistonga onkologik muammo bilan kelgan edi va juda og'ir holatda kelgan. Alhamdulillah bugun o'zi yurib kelyapti. Ancha yaxshi, ko'rib xursand bo'ldik. Shu O'ktam akamiz ko'proq narsa sovg'a, shu xursandchilik uchun sovg'alar olib kelgan. O'zi bu narsa shart emas, lekin uni qabul qilmasa bo'lmaydi, ko'ngildan olib kelgan ekan. Birinchi doktor Anshul Gupta, buni davolangan doktorimiz doktor Anshul Gupta bo'ladi, meditsinskiy onkolog. Shuni xursandchilik bilan ko'ngildan olib kelgan va sovg'ani beradi. Yaxshi kunlarga, xursandchiliklarga. Rahmat. Xursandchilik, yaxshilik kunlarga. Mana bu O'ktam aka olib kelgan sovg'a doktor Anshul Gupta uchun. Bu kasallardan juda kam kasallar, misol uchun xursandchilik, ya'ni hamma sotib olsa bu narsani bo'ladi, lekin bu narsani muhimligini bu xursandchilikdan olib kelgan narsa, buni baho yo'q, bahosiz buni desiz bo'ladi. Mana sizga Orifjon, siz sababli shu doktorlar bilan tanishib, doktorlarni mana hamma bolalarga, ayniqsa bolalarga rahmat. Mana O'ktam aka hurmat qilib shuncha katta narsani olib kelgan. Juda ham katta rahmat aka, kattakon rahmat. Sog' bo'linglar. Bu sovg'alarni siz bergani albatta Xudo xolasa buni uyda qo'yamiz inshaalloh. Opa sog' salomat bo'lsin, hammasi bu muhim narsani. Bu sovg'alar aytadiku insonlar sovg'alarni hamma inson sotib olsa bo'ladi. Hammada insonda pul bor, lekin bu xursandchilik bilan olib kelgan narsani har doim uni ko'rib u insonga eslab qolasiz. Nima xursandchilik bo'lgan va bu narsa olib kelgan. Albatta onkologik narsani eshitib ko'pchilik insonni o'zi buni davosi yo'q, bu tuzalmaydi deb o'ylaydi, lekin albatta harakat qilsa hamma narsani ilojini qilishga harakat qilsa bo'ladi. Biz xursandmiz sizlardan. Alloh rozi bo'lsin. Qilgan ishlaringlar, qilgan lecheniyalar hammasi bizga zo'r ta'sir qildi. 3 oydan keyin keldik mana. 3 oy oldin shu yerda 3 oy yotib, lecheniyalarimizni zo'r qilib, sizlar tufayli eng birinchi Orifjonga rahmat. Arzimaydi. Qo'lidagi bolalari, hech qanaqa bolalarga gap so'z bo'lish mumkin emas. Inshaalloh. Assalomu alaykum. Hozir biz Max Vaishali klinikada, Medashur ofisida o'tiryapmiz. Bugun juda ham muborak kun, juma kun. Birinchi hammaga juma muborak bo'lsin. O'zbekistonliklarga, hindistonliklarga hammaga juma muborak bo'lsin. Bugun juda ham katta kunimiz desa bo'ladi, chunki 3 oy oldin ko'rgan mavjuda opamizniki holati va bugundagi holat o'zi oyoqda kelib va kulib Medashur ofisga kirgani juda ham xursand bo'ldik. Shuning uchun doktorniki xonada emas, o'ziniki xonada chaqirib, doktorga hozir ozgina muloqot qilyapmiz. Bizniki o'rtamizda o'tirgan doktor Anshul Gupta, meditsinskiy onkolog. Ko'pchilik O'zbekistonda buni tanisa kerak, chunki ko'pchilik insonga O'zbekistonlikka davolangan. Juda kuchli meditsinskiy onkolog, chunki bizda Hindistonda AIIMS degan bolnitsa bor, institut bor. Hindistonda eng birinchi o'rinda o'tiradi o'qish bo'yicha. O'sha joydan o'qib, hamma narsani o'qishlarni bitirib va ishga kirgan. Alhamdulillah juda ham yaxshi effektlar hozir ko'ryapmiz. Hozir doktor Anshuldan o'zidan eshitamiz. Sir, please. So hello everybody. Assalamu alaikum. I'm Dr. Anshul Gupta, medical oncology consultant from Max Vaishali, Hindustan. So our patient Miss Maujuda, she is a patient of gynecological cancer. She is a patient of cervical cancer, which had unfortunately spread to other organs as well. So she had already taken treatment in Uzbekistan, but she was not completely satisfied with the treatment. She came to us. We gave her a combination of chemotherapy along with an immunotherapy, and she responded very well to the treatment. She had gone back to her country, and now she has come back here. She's still very happy and healthy, and she's being able to do all her routine work, and she's very happy about it.
So cancer does not necessarily mean end of life, or one does not need to be fearful of cancers. Now with latest advancements in technology, with immunotherapy, chemotherapy, targeted therapy, hormone therapy, latest surgeries, latest radiation techniques, with no matter what stage, what organ of cancer it is there, we can take it, we can tackle it, and we can save lives, we can live longer, and we can have a good quality of life. And inshallah, with all these technological advancements, one day we will be able to defeat cancer as well. Hozir doktor Anshul aytibdi, xudo xolasa bugungi yangi texnologiyalar, yangi dori darmonlar, yangi yosuli bilan kasallarga davolanyapmiz va kelajakda inshaalloh yana ham bunda zo'r texnologiyalarni albatta chiqadi va butunlay onkologik narsani tuzatish uchun yo'llar ham ochilib qoladi. Buni umiddamiz, buni hali bilim odamlar bu narsaga o'qishda davom etyapti. Assalomu alaykum, Olibjon. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Rahmat aka, o'zi yaxshimisiz? Rahmat, Xudoga shukr. Biz mana 6 oy oldin mana shu bolalarimni O'zbekistonda hech qanaqa bir licheynaga to'g'ri kelmadik, ancha rasxodlar qildik. Shu eshitib Hindistonda takliflar bo'lgandan keyin kelib shu Orifjon bilan ko'rishdim. Orifjon bu ishda menga ancha qo'l keldi, qo'lidagi bolalari mana doktor shu yanimizda o'tiribdi. Inshaalloh bu doktorga rahmat. Lekin bu yerga kelganimizdagi holatimizdan 99 yana 99% ga mana bolalarim yaxshi bo'lib o'tiribdi. Xudoga shukr, inshaalloh. Kim nima yaxshi niyatda Allohdan so'rab kelsa, niyatiga yetar ekan. Biz shu narsani o'zimiz ko'zimiz bilan ko'rdik. Inshaalloh bu yerga kelib qiylanmadik, doktorlarni kutib turmadik, qiyinchiliklar bo'lmadi. Faqat sog'inch, ota-onamiz, bola-chaqamiz sog'inch bo'ldi, xolos. Qolgan hamma yo'q, xudo xolasa yaxshi. Mana yanimda o'tiribdi. Men O'zbekistonda ko'rgan qiyinchiliklarimni mana shu yerda chiqardim sahrini. Xudo xolasa. Aka, sizga birinchi opa hammasi bundan ham yaxshi bo'lib ketsin, sog' salomat yursin hammasi. Rahmat. Sizga bitta savol, O'zbekistondan kelishdan oldin, albatta onkologik narsa uchun insonni miyada kelsa, buni tuzatsa bo'lmaydi, iloji yo'q deb o'ylaydi insonlar. Lekin agar xuddi birinchi, ikkinchi stependagi onkologik bo'lsa, vaqt o'tkazib qo'yadi, ko'pchilikda ko'rsak, shunaqa insonlarga siz nima tavsiya berasiz? Chunki sizni boshingizdan o'tgan. Meni boshimdan o'tdi. Men bu insonlarga tavsiya qilardimki, qachonki shu kasallikni bilganingizdan keyin shu zahoti men O'zbekistonlik doktorlarga tavsiya qilmayman. Hindistonda doktorlarga tavsiya qilaman. Ayniqsa men shu narsani ustida o'zim guvoh bo'ldim. Ayolim 4-etapida kelgandi. 4-etapida juda og'ir holatda, o'zi 10 metr charchab qolar edi. Hozir mana bemalol keldik, qiylanganimiz yo'q. Hozir ko'ruvga keldik, xudo xolasa. Natijalar mana 4 g'iyma oldik bu yerda. Inshaalloh yaxshi, mana o'tiribdi yonimda. Xursandman men. Allohga ming qatla shukr. Allohga aytganimiz bor ekan. Mana xursandchilik, yaxshilik kunlarda ko'rib o'tiribsiz, xudo xolasa. Ikkinchi aka, sizga savol, O'zbekistondan kelishdan oldin har xil insonda miyada xayol bo'lib qoladi. Hindistonga borsam qanaqa doktor bo'ladi? Hindiston juda katta. Shu doktorni kelgan ishlardan, qarashdan, shu narsadan mamnunmisiz? Juda xursandman. Alloh rozi bo'lsin. Bola chaqasini orzu havasini ko'rsin. Katta doktorlar bo'lib, vrachlar bo'lib, o'zingiz больница qurishingizga men tilakdoshman. Rahmat. Opa, assalomu alaykum. Doktorimiz gapirdi, men ko'rgan narsani gapirdim. Qarovchi albatta juda muhim kasal uchun, chunki hamma narsani qarab turgan, boshdan oxirigacha kasal bilmaydi nima bo'layotgani, u qarovchi ko'rib turadi va qarorni oladi. Shuning uchun qaraydigan odam ham juda muhim. Lekin asosiy odamiz Mojuda opa
o'zi kasal bo'lgan inson o'zi biladi nima ichidan o'tyapti va qanaqa holatda hozir o'tiryapman. Bu narsa bizdan ancha yaxshi inson o'zi bo'ladi. Siz boshidan nima tajriba o'tgan bo'lsa, bemalol aytaverasiz. Avvalo assalomu alaykum. Men shu yerga kelmasimdan oldin juda ham g'alati holatda edim. Yuraklarim potirab, qandaydir qizib, xuddi bo'g'ilganga o'xshab, ovqatlarni ko'rsam ham ovqatlar ham bemazadek tuyular edi. Go'shtlarni ko'rsam ko'nglim ozar edi. Mana shu ovqat ishtaha yo'q edi. Nihoyatda holatim juda chataq edi. Xullas, yurganimda ham belimda og'riqlar bo'lar edi, yura olmar edim. Anaqada kelganman, katalkada, kolyaskada. Mana bu doktorga rahmat deyman. Allohga shukr, shu yerga kelganimdan juda ham xursandman. Mana shu yerda ancha davo ko'rdim. Bu yerda ishlagan barcha xodimlarga o'zim minnatdorchilik bildiraman. Menga yordam berganlari uchun rahmat deyman. Shu xolasa yaxshi, bu yog'iga ham Inshaalloh. olib, xudo xolasa yaxshi. Inshaalloh. Ancha yaxshiman. Qoldi bizni umidimiz. Xudoga ming qatla shukr. Hamma yo'q zo'r. Dunyo qarashi ham o'zgargan. Albatta. Bola chaqasiga, o'ziga qarashiga, boshqasiga hamma yo'q o'zgargan. Chunki sog'lik, inson sog'lom hayot baribir inson boshqacha bo'lib qoladi. Dard bilan yashasa u hayot boshqacha bo'ladi. Albatta uni o'zgaradi. Sizlarga rahmat. Arzimaydi opa, hammasi sog' salomat bo'ling. Rahmat katta. Kasal bo'lmanglar, kasallarga shifo beringlar. Amin. Avvalo sizga ham rahmat. Albatta, ha, buni men aytaman. Bu tekin. O'ktam akaga men alohida kattakon rahmat aytaman, chunki bunaqa inson juda kam bo'ladi. Ayoliga olib kelib, yonida yurib va nima bo'lsa uni boshida turib, qancha pul ketsa beraman, yaxshi bo'lib qolsin deydigan odam juda kam bo'ladi. Aka, albatta sizga kattakon rahmat. Sizlarga ham rahmat. Barcha qiyinchiliklarımda boshimda turgan, nima bo'lsam birgalashib yig'lashib, ancha qiyinchiliklarni ko'rdik, boshimizdan o'tkazdik. Rahmat. Tanzaning sog' bo'lsin, baxtimga sog' bo'linglar. Hammaga rahmat. Lekin men shu narsani butun O'zbekiston xalqi, Qirg'izistonmi, Tojikistonmi, qanaqa holatingiz bo'lsa, onkologiyami, jigar, qanday kasalligingizni bilsangiz, Hindistondan bog'lanishingizni so'rab qolaman sizlardan. Ayniqsa shu Max, mana Orifjon, doktor mana shu hammasiga rahmat. Arzimaydi aka, arzimaydi. Kattakon rahmat. Men xursandman, juda xursandman. Biz ham xursandmiz. Biz ham xursandmiz. Rahmat hammaga. Kelishinglarni so'rayman, iltimos qilaman. O'zingizlarni ehtiyot qilinglar. Ota-onalar bo'lsa, bolalari kerak bo'ladi, bolalari bo'lsa, uni bolalari keladi. Shunaqa xursandmiz biz, hayotdan juda xursandmiz. Nima deyki, bir yashamadi, ikki yashamadi, Alloh biladi. Albatta. Bu Xudoni ishi, lekin alhamdulillah juda yaxshi. Rahmat hammanglarga. Sog' bo'ling. Bolalarga ham rahmat. Qo'lingizda bolalar hammasi zo'r bolalar. Lekin vaqtida, hamma vaqtida. Istab yurmadik, qaq etib qoldik demadik. Orifjon bolalaring qaramayapti demadik, doktor yaxshi qaramayapti demadik. Inshaalloh nagiz.